Bu manda bir 500-600 xo'jalik bor. Ko'pi ko'chdi bu yerdan boshqa tomonga. Mashina sabab. Davlatimiz rahbari shunchalik tashabbus bilan xalqqa o'ylab chiqqani uchun men minnatli hamma aholi nomidan rahmatimni yetkazib qo'yishlarini so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi TF 16-sonli farmoniga asosan Toshkent va Nukus shahri va viloyat markazlaridagi asbest, sement ishlab chiqarish, parrandachilik, teri-ko'nchilik va qora metallurgiya hamda energiya sarfi yuqori bo'lgan sanoat korxonalarini modernizatsiya qilgan holda bosqichma-bosqich ko'chirish belgilangan. Toshkent shahrida ushbu faoliyat turlari bilan shug'ullanayotgan 87 ta sanoat korxonalarini shahar markazidan ko'chirish ishlari rejalashtirilgan. Jamiyat atrof muhitga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida Yangi hayot tumanidagi faoliyatini to'xtatib, Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumaniga o'z faoliyatini hozirda ko'chirish ishlarini amalga oshirmoqda. Hisoblangan kompensatsiya to'lovlaridan berilgan imtiyoz hisobiga jamiyat eskirgan va ekologik jihatdan zararli eritish pechlarini utilizatsiya qiladi hamda korxona ekologik talablarga mos bo'lgan uskunalarda o'z faoliyatini davom ettiradi. Prezidentimiz davlat dasturlarida belgilab bergan atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan korxonalarni Toshkent shahridan ko'chirish masalasi qo'yilgan edi va Jizzax shahriga erkin sanoat zonasiga ko'chirishga qaror qildik. Korxonamizda 70-yillarda o'rnatilgan uskunalar mavjud edi. Hozirgi kunda o'shalardan ishlab kelayotgan edik. Bular atrof muhitga ta'siri juda yuqori edi. Hozirgi kunda investorlarimiz bilan kelishib, yangi zamonaviy texnologiya olib kelindi. Bu zamonaviy texnologiyalar atrof muhitga ta'siri ancha kam, atrofdagi aholi uchun ham ancha foydali hisoblanadi. Bu yaratgan sharoitlardan albatta xursandmiz.